Assalomu alaykum Oxunjon Uz kanalining hurmatli obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun Olaparodani haqiqiy originalidan, tozasidan, zoti garantiyasidan ko'rsating Oxunjon degan yaqin obunachilarimizga bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan bir yaxshi insonni xonadoniga kelganmiz. Bu yerda sizga ko'rsatib o'tadigan rossiyskiy Olaparoda hunarchilarimizda xudo xolasa chiroylab narx-navo ma'lumotlarni batafsil qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilamiz. Hop, bugungi sanalarimiz 13-aprel haftaning dushanba kuni. Hammaga bilan videolarni davom ettiramiz. Kimga bo'y basta sifati parodasi ma'qul kelsa, ekran ostiga nomerlar joylashtirib qo'yamiz. Xudo xolasa assortiment deydi-yu. Buqaga tayyari, o'rta hollisi, cho'ntak boblari, sekin etap mana bunday yoshlarga ham keladi navbat. Men yoshlardan o'stiraman, o'zim tarbiyalayman deganlarga ostini ko'rsatib qo'y buni. Qoyili. Haqiqiy emas, sutga ishlaydigan zoti bor. Endi bu barcha ma'lumotlarni Oxunjon akam o'zlari sekin sizlarga tanishtirib boradilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorvadorlar. Xudo xolasa ko'ring. Maza qilasiz, mollarni haqiqiy zo'rlar. Sementalgan gibridlardan. Buni ham holatini ko'ring. Hammasini o'ziga yarasha. Joning hisobi qildi mana. Joni bor. Allohni zo'rlari, xudo xolasa. Ko'ryapsiz-a? Sigir yo'nalishida toza rossiyskilar. Nima deyapti mollarni o'ta zo'rmi? Atmosferani ko'ring. Hostilari ham zo'r, hamma yo'q zo'r. Endi bugun yangiliklar rossiyskiy ham bor, oqboshi ham bor, sementara gibridi ham bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Video diqqat bilan oxir tomosha qilasizlar. Layklar unutmaysizlar. Mol men bilan chechakam teng ekan. Voy be. Nimaga bugun men shoshilib prinsizgina olyapman-ki? Mollaringizni ko'rdim, o'zimda ishqim ketdi. Hammasi qanlar like ayamaysizlar. Nimaga? Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga. Xudo xolasa boshladik birinchisiga. Ko'p gapning foydasi yo'q. Aniq, to'chni gapirasiz. Metrda. Metrda ayting. Mashallah, ey. Shunchalik ham esli mol bo'ladimi? Tepmasda yana kameraga qo'shib. Odiljon ketdi. Xulqiga gap yo'q. Haligi bozorlarda ko'rasiz-ku, voy bu, mana molda deydi. Ana shuni, xudo xolasa kelajak shunaqa bo'ladi. Bo'y nasib qilsa. Bo'ylan bir qator ketdi. Bizga realni bo'yi kerak-a? 1.30. 1.30. Rovna 1.30. Yo'q, yechmay turib, yelini ushlab, xulqini ko'rsating. Xulqlari xudo xolasa mana. Sigir qilaman degan. Mana videoda iloji bo'lsa yaqinroq olib mana. Mana kimniki? Mana shaylar ham yelin. Ko'ryapsiz mana. Voy, yelin solib qo'ying. Ko'rib turibsiz, xudo xolasa o'ta zo'r. Mana. So'mlari ham hamma yo'g'i o'ta kelishgan. Endi ozroq buzov hali, qitig'i bo'ladi, ozroq bo'ladi. Tishini ko'rsatib beraymi? Tishini ko'rsating, albatta. Qani? Mana. Buzovchi. Hali bo'zakcha. Gap yo'q. Joning hisobi qilib ko'ring. Eslayman. Xo'sh. Nima deyapti aka? O'zlaring bahosini berib qo'yaverasizlar. Hali 15 yurgizing. 15 oylik bo'zak hali. 15 oylik haqiqat. Lider aka. Ko'ryapsiz, oldi, orqa hamma yo'g'i zo'r. Bunda ochiqini hech kerak, ozroq yeb turgan. Bunday mol qilish uchun ham to'g'risi rasotdan o'ziga yarasha bo'ladi. Toza 100 tali rossiyskiy. Xonigacha garantiyasini beramiz, xudo xolasa. Hali gumon lekin. Bo'g'oz masligi gumon. Siz qisirga sotasiz. Mana shuni holatiga sotamiz. Haligi bo'p qolmasin. Bu tomondan ham yelinni ko'rsatingchi qani. Endi oladi ha. Sekin silab, haligi dab durustdan hamma narsa haligi qiladi. Qani? Ko'ryapsiz-a mana. Zo'r, o'ta go'zal. Gap yo'q. Hop. Yosh oyligi shu 15 oylikdan oshiq. Hali bo'zatishda narxi 35, 30
Ha, boring 34 ham demayman. 33 million so'mga ketdi. 33. 33 million so'mga. 33 million so'mga savdosi bor. Savdosi bor, kami bor. Savdosi bor, kami bor. Orqasida ko'rinmas ekansiz. Molni tekshirib olishadimi yo kelib ko'rishadimi? Endi bunaqa mol boqib yurgan odamlarga arzon bu mol. Xudo xolasa, xonada bir 2-3 oylik bo'lib qolsa, Alloh bergan bo'lsa. Buni narxi hech yo'q 45 million yo 50 million bo'ladi. Avvalo nasib. Hop. Boring 32,5 ga olsin. 32,5 ga 32 million 500 ming so'mga yana savdosi bor. Kami ham bor. Mana ostini bunday ko'rsatdingizmi 4 joyda. Haligi Men ko'rsatdim edi. Bilasizlar, chaqa-paqasi yelinida haligi so'gali bo'ladi. Undaqa defekt yo'q. Yedisi zo'r, yuvosh mol. Xo'p, xarakterlari yaxshi, og'ir bosma olgan. Keyin bola qo'shilgandan keyin emib, encha joyiga kelib qoladi. Xolasa bitta ayol kishi bemalol sovsa bo'laveradi bu holatda. Ketdi. Bu mollarcha sho'x bo'lmaydi. 1.30. 1.30. 1.30 ga beraveramiz. Birinchisi ketdi. Birinchisi xudo xolasa ketdi. Haqiqiy nomer Abi Hunojin so'ragan. Boqsin, baraka topsin. Dastlabkasi faqat vodiy bo'ylab ketkizib beraman. Vodiy. Vodiy bo'ylab ketdi. Vodiyga ketdi. Toza vach, keyingilar. Yaxshi mol mahallangni ortmaydi. Xolasa. Mana. Rossiyskiy sortda. Nima deyapti rangi? Bo'ylar. Ko'ring, haqiqiy bo'ydor. Ostini ko'rsataylik. Qani, bitta ostini. Ostilari ham xudo xolasa. Mashallah. Mana, ko'ryapsiz, haligisi yo'q, qitig'i yo'q. Xudo xolasa zo'r mol. Ketdi. Bo'yga qani. Qitig'i sekin o'ladi. Hammasi ham asta-asta. Mana. 1.30 ga ozgina kam. 1.25. 1.25 kasib ko'rib. 1.25. Molda xulqlari o'ta zo'r, haqiqiy sutga ishlaydigan narsa. Mana. Ikkitaga imkoniyat bo'lsa, ikkosini olib qo'ysin. Maza qilishadi. Ola qoraligi joyida, yurishlarida bir haligisi yo'q, nuqsoni yo'q. Hop. Kamini ko'stini qilib beramiz. Oyoq qo'llari ham. Nima deyapti? Ma'qulmi? Yeb-ichishlarga necha kunga faol? Yeb-ichishga 3 kunga. 3 kunga Ha, tashga beylab. 7-siga 3 kunga garantiyasini beramiz. Bugundan hisoblab, bugun baraka bersa, uylariga borgandan keyin 3 kun hisoblab ko'rib olishaveradi. Bo'ldi. Ostlari yaxshi. Kuyikka kelib turibdi. Ha. Buni ham shu Hunojin shu haligi holatda beramiz, u bilib bo'lmaydi. Xudo bergan bo'lsa bor, yo'qmasa yo'q. Hop, narxi 25, 24, 23 ham yo'q. 22,5 ming so'mga, 22 million 500 ming so'mga savdosi bor. Ketdi, keyingilar. 13-45-chi baldoq ostida Yetir. keyingisi. Keyin. Bo'y bastlar. Qani? Xo'p, bo'y basti 1.20. 1.20, rovna 1.20. Rovna 1.20. Joning sog' bo'l. Sekin, Ha, sekin arzonlaydi. Mana bu. Rossiyskiy boradi. Ha, oyoq qo'llari uzun. Ostini ko'ryapsizmi? Ostilari ham o'ta danak. Aka, Suyagi zo'r. diqqat bilan e'tibor bersa, hammasi 4 joyda ekan-a. Qanday 4 ta turibdi. Aha. Hozir bittasi, hali nima deydi, teriga yopishib qolganlari ham bo'ladi-da. Hammasi haqiqiy. Haligi barakasi ichidagi 6 ta ekan deydi, baribir 4 tasi ishlaydi. Ko'ring. Oldi ko'ring. Joning sog' bo'lsin mana. Bo'yi 1.20. 1.20 bo'ylar. Ha, buni ham baylab qo'ying. Buni narxi endi 22,5 qo'ydik. 18,5 berilsin. 18 million 500 yana 18 savdosi. million 500 ming so'mga Yana kami bor. ha, kami savdosi bor. Xudo xolasa, kamini qilib beramiz. Berejolat. Ko'ngillaringga yoqqan tushgan bo'lsa, yana savdo qilaverasizlar. Nimaga? Qancha arzon olsalaring biz shuncha xursandmiz. Bu bo'zak hali. Bu ham bo'zak. Bu ham buzoq, ha? O'zini holati turibdi. Hali tortilib-portilgan mol o'zi konkret. O'zi oshqozonga oziq-ovqat kirish boshladi. Xo'p, keyingisi. Nimaga bu ozgina haparoq ekan-a?
Haligi Oq aka. o'zim men tarbiya qilib olaman, semirtirib olaman degan aka-ukalarga bu ham shu rossiyskiy, shu g'aribrog'i. Lekin bo'ychang bo'ladi, suyakli narsa. Orqasini ko'rsating, yaxshi ekan. do'ng'ozalarni ko'ring. Suyakli. To'lish kerak ekan. Bu 1.30 bu. O, ash birinchi dom bilan teng. Qani. Yerdan balandligi. Ko'ryapsizmi? 1.25 ga olasiz. Kuragi borami? Kuragi Yo'qmi? Kuragi bor o'xshayapti bu holatda. yo'q, tish buzibdi endi. Endi tish buzibdi. Ko'ryapsiz-a? Asqa. Xo'p. Xudo xolasa bu ham oz qolgan. Tarbiya qilib olaman deganlarga. Xo'p. Tish buzibdi, demak, to'ldirsam uni. Mabodo ishqibozlar bo'lsa, qurvonliqqa ham eplaversa bo'ladi. Bo'laveradi. Ha? Xo'p, buni 16,5 ga ketdi. 16 million 500 ming so'm. 16 million 500 ming so'mga xudo xolasa savdosi bor, Savdo kami bor bor. Savdo qilib olishaveradi. Mol bo'yi yaxshi ekan. Tushuninchi, yer ichlarni ko'rsatamiz. Buni Ha. baylab turing. Bu aytavering, bu haqida ma'lumot berib turing. Xo'p, bu Tushirib gibrid, shvedga shu o'tadi. simental gibrid-da. Aha. Endi gibrid deganda qanaqa tushunsin odamlar? Xo'p, bu urug' qo'yilgan, shved urug', simental urug' qo'yilgan. Shu shveddan shunday mol tushgan. Yechinchi. Ketdi. Yeb ichish qalay ekan? Ha, u molni yebishini o'zim ko'rib olganman, Prosta Men- ovqatni g'arapi. Bu uzoqdan ko'rishyapsiz-da. Balki Qashqadaryo va Qoraqalpog'iston yaqin uzoqdan ko'rayotganlar bunday ishonch hosil qilsin. Xo'p, ketdi. Nima deyapti? Aka, Meni siyirqi deyaptimi? hozir sizlarga ostini ko'rsataman. Mhm. Endi lob gapirishmasin. Ostini ko'rsataman. O'zlaringiz xolis fikr Mana, baholarni ko'rsat. berib qo'yasizlar. Bayla olaygan. Bo'l. Bayla. Qani mana. Hurkib qoldi, ikki kishi endi ikki yoqdan kelyapti. Ostini to'rjayda. Xaltasini tashlayapti mana. Ko'ring. Qani, Xo'p, Odiljon, qani. Gap yo'q. Onajon aka, qoyil. Gap buni bo'lishi balanddan mumkin kelmaymiz. emas. 18, 19 demaymiz. Aha, 16,5 million so'mga ketdi. 16,5. Haligi Nechinchi? bu ekan, bu ekan deyish kerak aka. 16,5 million so'm. 16 million 500 ming so'm. 16 million 500 ga. Bo'yini o'lchadingizmi? Buni o'lchab qo'yaman, 1.10. 1 Xotirjam. Yeching buni. Keyingisi. Bu gibrid. Ostini ko'rsatib qo'ying. Mhm. Yordam bering, dumini o'ynab ber. Qani. Ey, yashirim, ha-chi. Turkib qoldi. Bu ham osti bor. Osti oq yelin. Mhm. Shu uzoqdan ham ko'rsatib qo'ying. Kechmay turing. Hop, ikkitasi ko'rindi. Uni ko'ryapsiz. Haqiqiy osti butun ekan. Ko'rsatib qo'ydim. Toza narsa mana. Ko'ryapsiz-a? Oyoq qo'lida yurishida muammo yo'q. Jupini qo'yib beraman bunisi. Yo'q, sal yetalangcha Abrarbek. Bu spit qilinmay qoldi. Aylantiring. Aylantiring. Aha, Mana bu ikkinchisi. bo'laveradi. Mana Hop, mana ikkinchisi. simentalga gibrid Onajon aka. Mhm. Bu ham shu bunisi rossiyskiy gibrid varianti. Ostini ko'rsataylik buni. Yenini ko'ryapsizmi? Ana yelini. Yillari ham o'ta zo'r. Nechi pul? Jupiga Jupiga gapiring. 26,5 berilsin. 26,5. Kami bor. 26 million 500 ming so'mga kelishtirib beramiz. 250 dan Ha. Kelishtirib kamini qilib beramiz akalar. 13 million 250 ming so'm. Nima deysizlar? Ha, savdosi bor, yana kami Savdosi bor. bor. Buni bo'ylari 1.5 dan oshiq, 1.10 atrofida. Mhm. Aka, Keyingisi. endi bari yosh buzoq sho'x bo'ladi. Bo'ladigan narsa aka qimillatma. Uzoqdan bo'lsa ham ostidan ko'rsatib.
Ostini ko'ryapsiz. Molni ko'ryapsizmi? Altani ko'ryapsiz. Bitta beg'i bor narsa ekan, zo'r ekan. Hali kichkina o'g'on bilan bolalag'on narsa boshidan ma'lum deydi, ko'ring. Baqbaqalarni. Oxunjon aka, Nima deyapti? nechi pul? 12,5 ga olsin. Toza bach. 500 ming. 12 million 500 ming so'm olsin. Kami bor, savdosi bor. Qoyili. 12 million 500 ming 500 so'm Xudo xolasa, olsin, baraka topsin. Gibrid narsa. bo'laveradi. Xo'p, hammasi ma'lumotlari menimcha tushunarli bo'ldi. Yana savdolar bor, behijolat savdo qilaverasizlar. Mollarga to'g'risi tan berish kerak. Endi narxiga qarab hammasi. Narxi Odiljon uka, hammasini tushib beraman. Telefon qilsa, uka shunaqa menga mashina olaman, yo'qdi desa bo'ldi, kamini kelishtirib beriladi. Shuni ostida nechida ko'rsatib qo'ying. Bu haqiqatdan 4 tas. Ko'ringmi? 4 tas, 4 joyda. 4 tas 4 joyda, xudo xolasa, telefon qilsin, kamini qilib beriladi akalar. Mollar yoqqan bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Bo'ldi. Sigir yo'nalishga boqaman degan aziz obunachilarimiz ishonchli joyidan ustiga kelib savdo qiling. Balki 1000 marta eshitganda bir marta ko'rgan yaxshi deb ustiga kelib behijolat ko'rasangiz shunday yaxshi mollar kelgan ulgurib qolsangiz bo'ladi. Hammasi yeb ichib zo'r holatda yuribdi, ko'ring. Qo'ying. Like bosing esdan chiqmasin akalar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunday sifatli mollarni chiqarishda oxunjonimiz davom etadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga umriga Alloh baraka bersin. Hammamizning oqilimiz mana shunday mollarga to'lib tursin.